Navbatdagi savol. Ustoz, muslima ayollar badanga yopishtiriladigan rasmlarni tanasiga yopishtirishi joizmi? Xuddi tatuirovkadek ko'rinadiganlari chiqibdi, lekin keyinchalik yuvib tashlasa ham bo'lar ekan. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Yo'q, bu o'zini o'xshatish bo'ladi. O'sha Alloh taolo la'natlagan toifaga o'zini o'xshatish bo'ladi. La'anallohul vashimata val mustavshima. O'sha tatuirovka deganda o'sha nakolka tatuirovka uruvchi ayol va urdiruvchi ayollarni Alloh la'natlasin degan Rasululloh. Ya'ni bu ishni qiluvchi ham, qildiruvchi ham ayollar ham ikkovsi ham la'natlangan. Endi o'sha la'natlangan holatga o'zini o'xshatyapti bu odam. Bu ayol. Bu narsa o'zi shariatda to'g'ri kelmaydi. Man tashabbaha biqawmin fahuva minhum. Kim bir qavmga o'zini o'xshatsa o'shalardan bo'ladi. Buni ko'rgan odam nima deydi? O'shanda ekan deb o'ylaydi. O'sha aynan o'shanga o'xshatish bo'lyapti. O'xshatmasa nima qilyapti bu ishni? Alloh la'natlagan ishdan musulmon odam jirkanmaydimi? Alloh la'natlagan ishda, yo'q, bu unaqa emas, tatuirovka emas, tatuirovkaga o'xshaydi lekin desa. Bu o'xshaydigan ishdan qilmasin-da, bu la'natlangan narsaga o'zini o'xshatishga qaysi mo'min odam rozi bo'ladi? Shuning uchun bu narsani iymoni mustahkam odam, iymonli odam qilmaslik kerak bu ishlarni. Chunki la'natlangan odamlarga o'zini o'xshatish bo'lyapti. Allohu a'lam.